Sizlarda ham Google pochtalaringiz, Gmail'laringiz ichi to'la musor bo'lib ketganmi? Hozir buni mana qarang, mana shunday qilib. Hozir buni yo'qotishni o'rganamiz, kelmaydigan qilamiz. To'g'ri bo'lmasa, aniqroq. Shu yerga bosamiz, upravlение akkauntga bosamiz. Bu chiqqan oynadan mana bu joyga bosamiz. Bu yerdan pastga tushsak, mana связанный сервис Google. Сторонние приложения и сервис degan joyga bitta bossak, biz qaysi saytdan registratsiya qilib qo'ygan bo'lsak, ana shu saytlarni chiqarib beradi. Mana shu saytlarda ulangan mana shu akkauntim. Endi buni o'chirish uchun, masalan, mana bunga bosamiz. Buni o'chirish uchun отмена всех связей сервис Delta Force deyapti. Mana shu Delta Force'dan polni o'chirib tashlaymiz deyapti. Tamom, o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi, o'chib ketdi. Endi mana shu nimadan saytdan menga xabar kelmaydi. Xuddi shunaqa hammasini o'chirib chiqsa ham bo'ladi.